Hop o'rtoqlar, oldindan uzr so'rab qo'yaman, gaplarimni qanaqadir qoqilish yoki hayajon bo'lib qoladigan bo'lsa, chunki bugun meni dunyoga keltirgan onajonimni sizlar tanigan Mo'jizakiniyni tug'ilgan kunlari. Oy o'g'lingizni kechiring, ketma-ket 2-yil safarda bo'lib qolman. O'tgan Yevropada bu yil botda oldida bo'la olmayotganim uchun uzr. Bola baraka topsin nomidan borib tabriklashdi va ko'rishdi, gaplashdik. Bolam ishingni bitirur, qo'lingdan kelgancha hamma narsani qilyapsan, qilishing kerak bo'lgan. Bu tug'ilgan kun oddiy narsa degan bo'lsangiz ham, shu storiesim orqali sizni yana bir marta tavallud ayomingiz bilan tabriklab qo'ymoqchiman. Onajonim, baxtimizga sog' bo'ling, salomat bo'ling. Hamisha o'ynab kulib yuring. Sababi bizani katta qilishda siz juda ko'p qiyinchiliklar ko'rdingiz, har xil mashaqqatlarga o'zingiz urdingiz. Shu bolalarim kimdandir kam bo'lib qolmasin deb hamma narsani qildingiz. O'zingiz qiynalsangiz ham bizga bildirtirmadingiz. Shuning uchun o'sha paytda o'tkazgan xayolingizdan har bitta yaxshi niyatlaringizni, orzularingizni men qo'limdan kelgancha amalga oshirishga va'da beraman, nasib onam. Va'da beraman deb Dubayda o'tiryapman, men deb gapiryapman. Nima bo'lgan taqdirda ham sizni yaxshi ko'raman. Gaplarim juda ko'p. Qolganda uyga borganda o'zizga yetib, quloqingizga yetaman. Joningiz sog' bo'lsin onam. Mana sizga, bu ham sizga, bu ham sizga. Endi bitta quchoqlab qo'yaman. Yaxshi tomoning.